Travma olganda birinchi yordam ko'rsatish, bu birinchi travma olgan vaqtida yiqilib tushganda yoki tepalikdan yiqilganda yo biron bir avtoavariya boshqa holatlar kuzatilganda birinchi yordam ko'rsatish, o'sha sohani oyoqda bo'ladimi, qo'l sohasida bo'ladimi, o'sha joyni immobilizatsiya qilish kerak. Ya'ni yog'och bilanmi, karton bilanmi, agar shina bo'lsa shina bilanmi o'sha joyni fiksировать qilish kerak. Fiksировать qilgan holatda o'ziga yaqin bo'lgan shifoxonaga olib boriladi. Shifoxonaga olib borganda travmatolog tekshiruvdan o'tish kerak. Travmatolog tekshiruvi, rentgen tekshiruvlari, analizlar olib ko'riladi. Agar jarohat yopiq holatda bo'ladigan bo'lsa, buni birinchi o'rinda rentgen tekshiruviga olib kiriladi. Rentgen tekshiruvidan so'ng agar sinib siljigan bo'lsa, repozitsiya qilib to'g'rilanadi va agar gipsli bog'lam bo'lsa, gipsli bog'lam bilan davolanadi. Agar repozitsiya holatda siniq joyiga to'g'ri kelmaganda, yotqizgan holatda operativ davo buyuriladi. Siniqning ham ikkita turi bor: ochiq sinish, yopiq sinish. Agar ochiq sinish kuzatiladigan bo'lsa, bu holatda aseptический повязка qilib, o'sha joydan immobilizatsiya qilgan holatda, shina qo'yilgan holatda rentgen tekshiruvi va boshqa tekshiruvlarni o'tkazib, ochiq jarohatga choklar qo'yiladi va asosiy operativ davoga o'tkaziladi. Katta naysimon suyaklarda siniqlar kuzatilgan bo'lsa, ko'pincha repozitsiya qilib suyak to'g'rilanadi va joyiga to'g'ri kelgandan keyin gipsli bog'lam qo'yiladi. Agar katta naysimon suyaklarda, son suyagi, boldir suyaklarda siniq kuzatiladigan bo'lsa, buni yotgan holatida og'riqsizlantirib, karavotga o'tkazilgan holatda skeletni vitijini tovon sohasidan yoki boldir oldi yuqori g'adir budurligidan son suyagi singan bo'lsa, g'adir budurligidan, agar boldir sohasi singan bo'lsa, tovon sohasidan Elizarov spitsalari bilan o'tkazib skeletni vitijiniga olinadi. Ya'ni tosh osib qo'yiladi. Shu holatda 2-3 kun davomida analizlar, boshqa tekshiruvlar o'tkazilgandan keyin bemorni operativ davoga o'tkaziladi. Siniq holatiga qarab bloklovchi intermedial osteosintez yoki narujniy LCP plastinalar bilan osteosintez. Agar jarohat ochiq holatda bo'ladigan bo'lsa, Elizarov apparatlari o'rnatiladi. Shunga qarab davo muolajalari tayinlanadi va davo muolajalari muddati aniqlanadi. Bu holatda travmatolog oxirigacha nazorati olib boriladi. Reabilitatsiyasida ham to'liq operativ davo qilingan yoki o'sha poliklinikasidagi travmatolog nazoratida davo taktikasi olib boriladi. Keyin agar yoshiga qarab 2 oy yoki 3 oy yo 4 oyda bitish jarayoniga qarab immobilizatsiya, ya'ni reabilitatsiya jarayonlari davom ettiriladi. Videomiz foydali bo'lsa, like bosishni unutmang. Travmatologiyaga bog'liq bo'lgan qiziqarli savollar bo'lsa, quyidagi telefonlar orqali murojaat qiling.